do'stlar, bugun sizlar bilan Messi Badi kanali. Bugun sizlar bilan biza Free Fire o'yinida prank qilamiz. Xo'sh, unaqada buni tushunmaganlar uchun biza turani qimirlamay turamiz va 5-raunddan uni yo'q qilishga o'tamiz. Xo'sh, unaqada tayyor bo'lsangiz, keldi. Toshbaqasini otsa o'lamikan. Endi tezroq o'tay. Otdi. Tezroq bo'lib qolgan. Hem qo'rqib yazildi. Mana ekran o'tgan, ekran kutamiz va undan keyin o'yinni, haqiqiy o'yinni boshlaymiz. Biz как раз men tanlashimga o'zi druziyalar kelgan oxirgi o'yin. Mayli ketdi. Mana druziyalar. Mana ko'rinish bor. Tezroq ot. O'yning singir. Tezroq bo'l. Granata. Tidak buldum. Necha metr masofadan? 7 metr. Qars. Mana 4 raund o'tdi. Endi bo'saman do'stlar, endi biz o'ynaymiz. Xo'sh, o'yinni boshlaymiz. Avvalo o'zimizga kerakli bo'lgan norm yana druziyalarni tanlab olishimizga kerak bo'ladi. Mana shu druziyalar mos. Bitta joyingda boshqa qo'yaman. Mana qoqib ketdim probkada. Mana heplar bilan ketdi, birinchisiga tayyor. Xo'sh, endi o'sha yana to'rttaga raund kutib o'tirasizlar. Iltimos, mana shu videoni shu joyda to'xtatib bitta like va obuna tugmasini bosib qo'ysa, bu men uchun juda ham muhim. Agar mana shularni agar bugun obunachilarimiz juda ham ko'paysa, bugun sizlar bilan keyingi videomiz bo'ladi. Keyingi video sizlar bilan nima desam bo'ladi? Har xil pranklar haqida gaplashamiz. Masalan, sekretni joylar haqida gaplashamiz. Unaqa tayyor bo'lsangizlar, boshlaymiz. Endi shuncha bo'lib like bosib qo'yinglar, qolib ketmasinglar uchun. Shu druziya cho'shadi. Nima cho'shmadi yaxshi o'ynayman. Cho'shmadi yaxshi o'ynayman. Mana bunaqalar yoqmaydi. Olmayapti ham. Nima bu? Menimcha o'zbek internet qotdi. Sabab boshqa uncha davlatning internet qotmaydi, shuncha aytyapman. Yedi. Oh my god. O'qib yardim. O'qi lekin bitta hitga ketdi meniki. Olmaydi ketamiz. Yaxshidir buni qo'llab olamiz. Mana hozir bo'lsa men grantamni ham o'tib oldim. Endi ketdi. Oxirgi o'yin. Like bosib obuna bo'lib turinglar. Mana shu juda ham muhim qilish mumkin.
Ketdi oxirisi ham mana. Mana bo'yin do'stlar, mana prankimizda chotki bo'ldi. Iltimos bo'ynagi gapim, videoga like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yasizlar. Kelasi, ya'ni pranklar, ya'ni sekretni joylar va har xil sirlar haqidagi videomizdan qolib ketmasligingiz uchun iltimos. Adushi.